O'zbekiston fuqarolariga, ya'ni mashinasi borlarga tezkor xabar. O'zbekistonda tonirovka ruxsatnomasining narxi 412 ming so'mga pastlaydimi? Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlarda 1-maydan boshlab tonirovka ruxsatnomasining narxi 412 ming so'm bo'lishi haqida tarqalgan xabarlar yuzasidan Yo'l harakati xavfsizligi xizmati rasmiy munosabat bildirdi. Idora ma'lumotiga ko'ra, bu xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi va amaldagi tartib o'zgarmagan holda oynalarni qoraytirish ruxsatnomasining narxi BXMning 8 barobari bo'lib 3.296 ming so'mni tashkil etadi. Bu bilan birga yoz mavsumida narxlar 412 ming so'mgacha tushishi bo'yicha taklif muhokama qilingan, biroq u hali qonuniy kuchga ega bo'lmagan va amaliyotga joriy etilmagan, deyiladi xabarda.